Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Tolmas do'stlar. Bugungi videomizda biz politsiyaga ishga kiramiz do'stlar. Biz bugun politsiyaga ishga kirishdi. Bu narsalar qilib mana mana pasportim ham bor. Hop narsalar qildim. Hozir do'stlar, hozir men oldin mana To'ymurod. Salom To'ymurod. Qandaysan? Bir salomlash qo'yki. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men To'ymurod. Bugun xullas shunda bildinglar, biz bugun nima deysan ekan, politsiyaga ishga kiramiz. To'g'ri ketdik unda. To'ymurod o'zing yopib chiqarsan. Hop. To'ymurod ketdik. Biz politsiyaga ishga kirishimiz kerak. Bo'ldi, ketyapman men. Hozir men o'zim yetib olaman. Hop, ana ketdik. Mana politsiya mashinasi. Hop. To'ymurod, maki. Vau, do'stlar, bu iskeletmi do'stlar? Mazet o'zi kerak. Taqiladi. Assalomu alaykum, janob politsiyachi To'rroq sherif. Va alaykum assalom. Biz hozir sizning xullas uncha xodimlar ham yo'q shekilli. Shu ishga kirmoqchimiz To'ymurod bilan. Hozir To'ymurod mayt ekan. To'ymurod bilan ishga kirmoqchimiz. Bo'lmasam sizlarga bir ish bor. Bo'lmasam skladdan kiyimlar va vintovka qurollarni olib chiqing. Bo'ldi, hozir To'ymurod, hozir biz u yerda vintovka narsalar olib chiqishimiz kerak. Bo'ldi, unda ketdik. Tolmas, o'zi u xavfli emasmi? Ha, albatta, maki. Bu skladi. Mana menga kiyim yarashadi. Mana qanuniga bitta pichadi cho'ntagimizga solamiz. Qani do'stlar, menga yarashsa kerak. Ana do'stlar, chakki bo'ldi. Wow, brolda yo'q menga hozir. Ana menga bir ikkita bombalar. Bo'lmasa bomba kerak. Ana vintovka topdik. Bo'ldi, mashitatdi. Hop, plastik bo'lmasa ekan, g'alati. Qaranglar. Sekin narsalar. Hop, relichi. Tolmasga ham bir ikkita qurol olamiz. Tolmas deymani o'zim chaqirib yuraman. To'ymurod. Voy To'ymurod. Qansa? Men chaqirdim, mana. Men senga kechirasan. Men qurol olasan. Yo'q, shart emas, men quroldan qo'rqaman. Menga pichadi. Bo'ldi. Pichadi unda beraman. Men hozir tashlayman. Ol. Hop, oldingmi? Ishda ketdik unda. Hozir men sherifimizdan qayerda joylashganini so'rab chiqay. Sherif ham kiydik, menga yarashgan bo'lsa, xullas, menga banditlar qayerdaligini ayting. Ular yashil binoda. Bir gap, pasportingni ko'rsatib qo'y. Pasportim mana. Olsangiz mumkin. Unda men boraveraymi? Ha. Bo'ldi, To'ymurod ketdik. Bo'ldi, ketyapman. Ishqilib xavfsizligiga aniq aminmisan? Ha, albatta ketdik unda. Hop. Qaranglar, hozir men mashinani minmasamikin? Min olamiz. Hop, voy. Qani? Ana kaliti ham o'zida. To'ymurod, o'zing urib borasan. Eshitmadim. Ana. Voy. To'ymurod kelayotgandir. Mana. Sekin do'stlar. Banditlar. To'ymurod, chiq, nima o'tirib olding? Nima chiqib oldim? O'zi nima chiqdim, hayronman.
oddiy yurib kelsam bo'lardi. Mahka eshib kerakmi? Tolmas mahka qahkan Deb. Ya bo'lmana endi ketyapman. Adashib ketdim-da, To'ymurod ketdik. Sekin ehtiyot bo'lib, pistoletni ovozi. Voy. Do'stlar, ehtiyot bo'lish kerak, o'yda bandit. O'lmadi. Uy do'stlar, nimagadir banditdan qattiq ekan. Do'stlar, menga zo'r g'oya keldi. Hozir pistoletimni o'qlab olay. Mana. Yur To'ymurod, nima qilasan bu yerda o'tirib? Menga zo'r g'oya keldi. Vintovkada o'tarishga narsa qilamiz. bo'ldi ketyapman o'zing. Borib turar hozir yetib olaman. Hop. Mayga chiqishimiz kerak do'stlar. Hop. Shishami? Mana bu narsalar. Endi buni orttirib turdi. Ko'rinmas narsalar. Nima bu? Narsalar to'lib voy bu. To'ymurod kelguncha To'ymurod kelar. Menimcha u mana mayda zinapoya bordi. Mana shu yerda vintovkada qurolda o't ochamiz. Ani qurolni suyib oldi do'stlar. Nimadir bo'ldi. Ovoz baland ekan. Do'stlar, g'alati bo'lib qoldi. Voy, menga nima bo'ldi? Hop. Bo'lmayapti, yurolmayapman.